bitta qaryapman, patsiyenti bitta ko'zi yopilgan. Ko'taryapman. Firuz, это что dedilar. Patsient savol berdi. Men ichim titrab, уже tushundim nima bo'lganini. Ichim manu bo'lib ketdi, g'alati bo'lib ketdi. Keyin tushuntirishni boshladim. Mana shunaqa havo kirib ketdi sizga. Chunki bundoq qilsam krepitatsiya bor-da. Bo'ldi. Не авария, emfizema dedimda. Eng qiziq jihaticha волосяной покров tagida ham bor havo. Sho'tgacha yurib ketgan havo. Sho'tgacha ham havo borgan, ya'ni havo normalniy berganman-da. Bu narsani hozir oson qilib gapiryapman, lekin o'sha payt meni ko'rmagansizlar, men сразу aytganman, отменяйте всех пациентов dedim. После этой пациентки men уже unaqa состоянияda emas edim-da. Endi eng yomon tarafi-da, bemorga bu narsani bemor chiroyli bo'lib oldimga keldi. Chiroyli bo'lib keldi. Men uni davoladim. Oxirida mana bunaqa yuz yopilganda